أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Emirul Mu'minine fil Hadis Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad es-Sahih namlıq Sahihul Bukhari diye isim bilen meşhur olgan Allah Taala'nın kitabının qalsa sahihlikte birinci orunda turduğan bu mübarek hadis kitabının Kitabul İlim degan bölümden 38. babı Babu ismi men kezebe alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem degan bab geldik. Yani bu bab bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge yalgan aytgan adamның günahının babı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demigen gepni Peygamber aleyhisselam dedi. Dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilishning intayin günahı kebira adamni devzakı kirishga elib kirishga ilib bargan xatarlik bir jinoyat ekanligining bayoni. Endi mushu haqda keladigan hadislar mutawatir hadislarning biri. Hadislar intayin nurg'un. İntayin nurg'un. Necha 100 mingdan oshadi. Shu nurg'unlagan hadislarning ichida sahih hadislar bir rivayet 10 necha ming. Şu sahih hadislarning ichida mutawatir hadislar 100 ga yetmaydi. Mutawatir hadislar 100 ga yetmaydi. Mana shu 100 ga yetmagan intayin az ko'riladigan yani mutawatir degan gap Qur'onning hukmi bilan o'xshash degan gap endi. Hadislarning biri bugungi shu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan gapni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi degan odamning o'zini o'rnini do'zaxdan tayyorlab qo'yishni degan hadisning o'zi mutawatir. Tushundingmi? Muhim bo'lgan birinchi muhim nuqta. Shuning uchun hadis so'zlagan vaqtimizda faloni meni olim kendisin deb, faloni andasin bundasin deb aviy qilib yolg'on so'zlab qo'ysanglar, buning jinoyatini chiqib bo'lmaydi, ko'tarib bo'lmaydi degan gunoh. Mayli adam kim nima desa desin, olim emaskan desin, bilmaydigan desin, lekin bir harfni qilib sanmaymiz Rasulullohning kalomiga. Bir cümle emas, bir harfni qilib sanmaymiz. Çünkü sahabeler bir harfni Rasululloh dedimi demedimi? Ya bir cümleni, bir sözünü Rasululloh dedimi demedimi deb şey qilib ishkenzga turib qo'ygan. Ya anda dedi, ya bunda dedi deb. Xo'sh. Endi bu kitobning hadislaridan yana babamda bu babning 106 hadisi deydi. Ol sanad muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq dedi. Bizga Ali ibn al-Ja'd hadisi deb berdi. Ali ibn al-Ja'd mundaq dedi. Bizga Shu'ba xabar berdi. Shu'ba mundaq dedi. Manga Mansur xabar berdi. U mundaq dedi. Men Rabi ibn Hirashdan anladım. Yani mundaq davat qilganligini anladım. Sami'tu Aliyan yaqul Rabi ibn Hirash dedi ki men Ali radhiyallahu anhu mundaq davat qilganligini anladım deydi. Ali radhiyallahu anh dedi ki Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. La tekzibu aleyya fe innehu men kezebe aleyya felyelicin nar. Peygamber sallallahu dedi ki bana yalgan etmanglar. Bana yalgan etmanglar. Hem de bana yalgan etmanglar degan gepi Resulullah'nınki yani bana yalgan etmanglar yani bana sahabeler qarab bana yalgan etmanglar degan bo'lmaydi bunday ma'nosi. Nima ish qiladi? Çünkü Peygamber aleyhisselam münafıkın alameti 3 tur, yani biraz 4 tur. İza haddese kezebe dedi. Münafıkın yapısı gayet tuttu dedi. Yani bir hadiste kezip degen insanı yamanlıkla başlaydı, yamanlık dövzakla başlaydı dedi. Anda Peygamber aleyhisselam mutlak yalgan edişini mi kıldı? Şeriatta çekildi, tostu. Andağandaki Peygamber Aleyhisselam'ın maya qaytmanglar degan gapini agar biz udu tushunsak, yani Peygamber Aleyhisselam bu yalgan aytmasdi, Peygamber Aleyhisselam bu yalgan bundan bek cho'ng bo'ldi deb buni tushunsak, buni bir ziyoda ma'no qo'shib, ziyoda foyda chiqmaydi bundan. Yani Peygamber Aleyhisselam mutlaq yalganchilik to'sgan.
Münafık degan do'zaxning ostiga qavatga kirdi deb bo'lgan. Yolg'onchi degan munofiqning qisati. Endi ondan sonra qanday tushunamiz desa, la takzibu alay degani, yani menga yolg'on gapni nisbat bermanglar. Ya'ni men demagan gapni meni dedi demanglar. Men demagan hadisni payg'ambar alayhisalom mundaq dedi demanglar. Chunki mening xatiri og'ir. Payg'ambar alayhisalom bu yerda naqmadan deya qaysa, payg'ambar alayhisalom shu amon deya tushdi, payg'ambar alayhisalom buni hal qiladi. Lekin payg'ambar alayhisalom vafotlab ketgandan keyin meni Rasululloh dedi deb bir adam yolg'on aytsa, meni islom bo'lgan xatiri intayin og'ir. Yana birga agar payg'ambar alayhisalom menga aytmanglar desa, bu payg'ambar alayhisalomning hayot vaqtini qo'shib qoldi. Payg'ambar alayhisalom vafotlab ketib qolgandan keyin payg'ambar alayhisalom nisbat bir yolg'on aytsa bo'lar degan gap chiqdi. Unda shu bu hadisning ma'nosi chuqur bir yer bo'lish kerak. Hamma ehtimollikka kelmay faqat bu bo'lsa, men demagan gapni meni dedi demanglar. La tunsibu ilayya al-qawl al-kadhib. Ya'ni menga yolg'on gapni nisbat bermanglar. Men demagan gapni meni dedi demanglar degan bo'ldi. Tushunarlimi? Intayin muhim ma'lum bu. Fa innahu tushunimish hadisa fa innahu chunki men kadaba alayya falyalijin nar. Chunki nima uchun menga yolg'on aytmanglar deyman, nima uchun men demagan gapni men dedi deb menga nisbat bermanglar deyman desanglar, chunki menga yolg'on aytgan odam falyalijin nar. Do'zaxga kirib ketsin. Falyadkhulun nar degan bo'ldi. Endi do'zaxga kirib ketsin. Lekin bu yerdagi falyalij degan ma'u o'zi amr, lafzuhu amr. Lekin ma'nosi xabar. Ya'ni man kadaba alayya fa yalijun nar degan bo'ldi. Kimki menga yolg'on aytadigan, ya'ni men demagan gapni menga nisbat berib, meni dedi deydigan, u do'zaxga kirdi degan bo'ldi. Xo'sh. Endi ma 107 hadis. O sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq dedi. Bizga Abul Valid hadis so'zlab berdi. Abul Valid mundaq dedi. Bizga Shu'ba Jami' ibn Shaddoddan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Jami' ibn Shaddod Amir ibn Abdullah ibn Zubayrdan rivoyat qildi. O Amir ibn Abdullah ibn Zubayr o'zining dadasini rivoyat qildi. Ya'ni Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundaq dedi. Qultu liz Zubayr. Men Zubayrga mundaq dedi, meni dadamga demoqchi. Inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam kama yuhaddithu fulanun va fulan. Men haqiqatan sening Rasulullohdan hadis so'zlayotganligini anglamayapman deb shunda dedim deydi dadasi. Kama yuhaddithu fulanun va fulan. Falan axun Resulullah'ın hadis söyləyəndək, senin mi Resulullah'ın hadis söylədiyini mən anlamadım. Nima üçün unda qılırsan degan mazmunda sordum dedim. Qala Zübeyir ibn al-Avvam radhiyallahu anh dedi ki, ama degan, yani diqqat, agavul. İnni la mufariqhu. Ben Resulullah'dan ayrılmadım. Hiç zaman Resulullah'dan ayrılığım yok. Ben Resulullah'dan ayrılmadım. Yani meneki hadis sözüme kalqım Resulullah'ın yanında emas bilak ishini qilib yurganligimdan Resulullah'ın sözünü anlamaganligimdan emas diyor. Biroq walakin sami'tuhu yaqul men kezaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Biroq men Resulullah'ın mundaq da'vat qilganligini angladim. Kimki menga yolg'on aytadigan, ya'ni men demagan gapni menga nisbat berdigan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Özünün joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan. Men Rasululloh bunday gapni olgan. Shuni men agar gaplarni bir og'iz gapni Rasululloh degan gapni qetib salamanmi, shuni do'zaxga kelib qolamanmi deb, shuni qo'qab Rasulullohdan nima so'zlamayman deb shunda degan edi deydi. Qarabaqlar, buni diqqat qilish kerak. Sahobalarning qo'rqqan yerida biz qo'rqmamdimiz? Rasululloh aytgan hadisni agiblam deb olsak bo'lmaydi. Shuni buni tercüme kandıma bir tercüme bilen bir diyettep hem mavu etisinin şerhi mavu yani tercümesi mavu da bir iş gerek. Hatta tercümede mi dikkat kılış gerek. Arapçada o dikkat kılımız. Aşırı Arapça bir tercümesi kıymet falan andaki ma şerhi de ayrı kıldıran gibi. Şuna mı dikkat kılış gerek. 108. hadis. Oğul seninde muttasilimiz bilen İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy mundaq degan. Bizga Abu Ma'mar hadis so'zlab berdi. Abu Ma'mar mundaq dedi. Bizga Abdul Varis hadis Abdul Aziz'dan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Abdul Aziz
Bunda Abdülaziz'in rivayet kıldı. Kale Enes. Enes radıyallahu anhu mundak dedi. Yani bir rivayet demedi. Kale Enes ki Enes'in dediğini bir yerde. Abdülaziz Enes radıyallahu anhu rivayet kıldı dedi bunda. Yani Abdülaziz rivayet kılıp Enes radıyallahu anhu mundak dedi rivayet kıldı. Enes radıyallahu anhu mundak dedi. İnnehu leyemne'uni en uhaddithakum hadithan kethiran enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal men teammede aleyye kediben felyetebevve mek'adehu minen nar. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki İnnehu leyemne'uni şüphesiz ki meni sizlarga ko'p hadis so'zlab bilishdan tuzudigan narsa shuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundak degan edi. Men teammede aleyye kediben. Kimki manga qasdan bir yolg'on aytadigan, ya'ni men demagan gapni qasdan meni dedi deydigan, falyetebevva maqadahu minan nar. O'zining joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan. 109 hadis. Endi hozir men so'zlamoqchi bo'lgan hadisimiz, diqqat qiling qarindoshlar. İmam Buxoriyninki Sulasiyatlarının birinci hadisi. Az önce sözlemek çok hadisimiz. İmam Buxoriy senedi en yukarı taraftan 3. Yani İmam Buxoriy bilen Resulullah'ın arasında 3 kişi var fakatlam. İmam Buxoriy Resulullah'dan başka 3 kişi var. 3 tane şey. Yani tabi'i, tabi'i, sahabe. En yukarı seneden bu. Senedül Ali deyimiz bu. En üstün senedi. Hem İmam Buxori'nin en tüven senedi kaç edilsen 9 adam var. İmam Buxoriy ile Resulullah'ın arasında 9 adam çıkıyor. Demek en yukarı senedi. Birinci hadis Buxori'deki birinci en aldı alakaken birinci hadis İmam Buxori'nin şeyhi bu. Ondaki Mekki ibn İbrahim. Mekki ibn İbrahim diyen şeyh. Mana şu şeyh İmam Buxori'nin şeyhinin en yeşil çoğun. En yeşil çoğun bo'lgan, en katta bo'lgan İmam Buxoriyniki Sulasiyatlarniki sanadiniki ustozlardan biri. Tushundingmi? Buni kim Makki ibn İmam Buxoriy Makki ibn İbrahimni rivoyat qilgan. İmam Buxoriy bunday deydi. Bizga Makki ibn İbrahim hadis so'zlab berdi. Makki ibn İbrahim bunday dedi. Hadasana Yazid ibn Abi Ubayd. Bizga Yazid ibn Abi Ubayd hadis so'zlab berdi. Selamet Yazid ibn Abi Ubayd kim rivayet qilib? Selamet ibn al-Akwa radhiyallohu anhu rivayet qilib. Demak bu yerda qanchadan bo'lgan? Rasululloh bilan İmam Buxoriy o'rtasida Makki ibn İbrahim, Shayxul Buxoriy, Shayx Makki ibn İbrahim, Yazid ibn Abi Ubayd, Shayxu Yazid ibn Abi Ubayd, Selamet ibn al-Akwa radhiyallohu anhu. Demak Makki ibn İbrahim tabi'iyyun jalil. Onun kenidan Yazid ibn Abi Ubayd, Makki ibn İbrahim tabi'ut tabi'i. Yazid ibn Abi Ubayd tabi'i, Selamet ibn al-Akwa sahabi. Şunalma ma o Sulasiyat İmam al-Buxoriy. Birinci hadis. Qala Selamet ibn al-Akwa radhiyallohu anh dedi ki men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bundaq davatqanligini anladım. Men yaqul alayya ma lam aqul falyetebevva maq'adahu minan nar. Kimki manga men demagan gapni desa mana hadisda texmi uchuq tushuntirib berdi deyna. Men kadaba alayya mutaammidan deganni texmi uchuq tushuntirib men yaqul alayya ma lam aqul tanama ani hadisda bir şey qilib yaxshilar deyna. Kimki men demagan gapni manga nisbat berib meni dedi desa, kimki men demagan gapni meni dedi desa uchuq chiqadi deyna. Falyetebevva maq'adahu minan nar degan o'zining joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin deydi. 110 hadis. Ol sanada mutasimiz bilan İmam Buxoriy aytgan bizga İmam Buxoriy mundaq dedi. Bizga Musa hadis so'zlab berdi. Musa mundaq dedi. Bizga Abu Awana hadis so'zlab berdi. Abu Awana Abi Hasindan rivoyat qilib, Abi Hasin Abi Solihdan rivoyat qilib, Abi Solih Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Abi Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Tasammu bi ismi. Bismi, tasammu bismi desam bunu. Mening ismim bilan ism qo'yinglar. Ya'ni mening ismim bilan Muhammad, Ahmad deb ism qo'ysanglar bo'ladi. Va la taktanu bi kunyati.
mening kunyetim bilan kunyet koymağına, yani Abul Qasim deb isim koymağına da otur. Yani Muhammed deb isim koysanglar bo'ladi, Abul Qasim deb isim koysanglar bo'lmaydi. Hamda bu mushu hadis haqida olimlar bir qancha qilib ko'z qarash kelgan. Ba'zilar deydi, Rasulullohning meniki kunyetim bilan kunyet koymanglar degani nima edi deydi. Amaldan qoldirilgan deydi. Avval payg'ambar to'sgan, keyin amaldan qoldirilgan deydi. Ba'zilar qat'iy cheklangan Rasululloh Abul Qasim deb ism qo'yib to'silgan deganlar bor. Ba'zilar bu yerdagi nahi tanzihi, ya'ni Abul Qasim deb ism qo'ymasanglar yaxshi bo'ladi degan bo'ladi. Qo'ysa gunohkor bo'lmaydi, qo'ymasa yaxshi bo'ladi degan bo'ladi. Deganlar ba'zilar balki Muhammad Abul Qasim deb, Abul Qasim Muhammad deb Rasulullohning kunuyida ismini jamlisi bo'lmaydi deganlar bor. Hatta Umar radhiyallohu anhu Muhammad degan ismni qo'yishni to'sgan edi. Nima ish qilsa, Rasulullohning ismining tillanishini ham ko'rib. Lekin bolasi Muhammad deb ism qo'ysa, endi biz kelgancha, "Ay Muhammadga man qo'y", Xudoyim saqlasin. Tillab qo'ysa, bakam Rasulullohning ismiga haqorat bo'ldi deb Umar radhiyallohu anhu Rasulullohning ismiga ism qo'ymas dedi. Umar radhiyallohu anhu. Va Imom Malik rahimahulloh Firishtalarning ismini bilan ism qo'yishni ham yomon ko'rgan edi, makruh degan edi. Firishtaning ismini bilan. Endi ular hammasi Payg'ambar Umar radhiyallohu anhudan boshqa, ammo Umar radhiyallohu anhudan boshqa jami olimlar payg'ambarlarning ismini bilan ism qo'yishni joiz ekanligiga birlik keldi. Chunki Payg'ambar islom payg'ambarlarning ismini bilan ism qo'yganlar qiyomat kuni Ibrohim masalan, Ibrohim maylisning ma'nosini o'zlashimiz emas, endi masalan Ibrohim deb ism qo'ygan bo'lsa, Ibrohim o'ng tarafga o'tsin desa, Ibrohim ismliklarimiz o'ng tarafga o'tadi ekan. Shuni Alloh taolo o'ng tarafga o'tib qo'yganlarni so'l tarafga tanlamaydi ekan. Degan bir hadis bordi. Ya'ni demak payg'ambarlarning ismini bilan tabarrukan ism qo'ysa bo'ladi, hammasi bo'ladi. Lekin Abul Qasim deganda nima ixtilof bor. Ba'zilar amaldan qoldirilgan bu kimni deydi, ba'zilar yo'q, amaldan qoldirilmagan deydi. Ba'zilar Abul Qasim Muhammad deb ikkisi jamlab qo'ysa bo'lmaydi. Lekin ayrim qo'ysa bo'ladi degan duo. Lekin bu mushg'ul ko'z qarash sizga kuchli kerak. Ya'ni maydasini o'zdimi? Tasammu bi ismi va la taktanu bi kunyati deganda ikkisini jamlasak, ya'ni men ismim bilan ism qo'yib, kunyati bilan birga kunyat qo'ymayman, balki men ismim bilan ism qo'yaman. Ya kunyatimni qo'yaman, ya ismimni qo'yaman degan ma'no chiqib qolish ehtimolli ma'lumlar a'lam. Eng yaxshisi Abul Qasim deb kunyat qo'ymagan yaxshi. Anladım. Abul Qasim deb ism qo'ymagan yaxshi. Eng yaxshisi. Hadisda uch qavol uchun. Va man ra'ani fil manami faqad ra'an. Kimki meni tushida ko'rsa, meni haqiqatan ko'rgan bo'ldi. Meni amaliyat ko'rgan bo'ladi. Nima ishqa? Fa inna shaytona la yatamassalu fi surati. Chunki shayton mening suratimda suratga kirmaydi. Chunki shayton mening suratimga o'xshab olmaydi. Va man kadaba alayya mutaammidan. Kimki menga qasddan yolg'aysa, ya'ni kimki menga bir yolg'on gapni menga qasddan bilib turib, buni yolg'onligini bilib turib menga Rasululloh dedi deb nisbat bersa, falyatabawwa maqadahu minan nar. O'zining o'rnini davzaqni tayyorlab qo'ysa. Mana demak bu sherdagi mushu 5 hadisning hammasi bir mazmunni da'vatdi bizga. Mushu hadis, ya'ni Payg'ambar sollallohu man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ya mushahidis nima mutawatir hadis. 70 necha sahabni rivoyat qilgan. Shuningmi? Yo'li intayin ko'p. Shuning uchun bu mutawatir hadis, mutawatir deb intayin yuqoriligini bildikmi, buni amal qilish bu gadanga farz degan, farz ayn. Rasululloh demagan gapni deyishdan Xudoyim saqlasin. Shuningmi? Bu sunnat vojib farz ayn degan gap. Rasululloh demagan gapni deyish qat'iy bo'lmaydi, deyish harom. Rasululloh demagan gapni Rasululloh dedi deb Rasululloh nisbat berish harom. Qalbimizni chiqarib yasab deyish harom. Chuqum buni Rasululloh degan gapni Rasululloh degan peti iqtmay, temitmay, olib qo'ymay, chalib qo'ymay yetkish kerak. Xo'sh, endi bu 39-bob babu kitabatil ilm. Endi bu bob ilmni yozishning bobi. Endi buning beshida Imom Buxoriy nima dedi? Payg'ambar islomga yolg'on aytganning gunohi dedi. Mutawatir bo'lgan hadislarni keltirdi. Endi buni ulashtirib shuni muvofiq qilgan Rasululloh demagan gapni deb selishni saqlash uchun eng birinchi vosita nima? Ilmni yozib olish. Rasululloh demagan gapni deb salmaslikning birinchi usuli shu gapni anglagan joyda shu ilmni yozib olish. Endi ilmni yozib olsa bo'ladi bo'lmamdi.
Rasululloh men degan gapni degan odam do'zaxdan o'rnini talab qo'ysin. Men kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar degan ekan. Mushuni saqlash uchun ilmni yozib olsa bo'lamdi degan bir gap dedi. 111 hadis. Ol sanadi muttasil bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy bizga hadis so'zlab berdi. Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Salam bunday dedi. Bizga Vaki' Sufyan al-Thawri yoki Sufyan ibn Uyayna ikisidan biri Sufyandan rivoyat qilib xabar berdi. Sufyan Mutarrifdan rivoyat qildi. Mutarrif Sha'bidan rivoyat qildi. Sha'bi Abi Juhayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qildi. Abi Juhayfa radhiyallohu anhu bunday dedi. Qultu li Ali man Ali radhiyallohu anhu bunday dedim. Abi Juhayfa degan nima? Sahobalarning kichik sahobalar. Chunki radhiyallohu anhu deymiz. Sahobaga kelganda radhiyallohu anhu deymiz. Ba'zida sahabani rivoyat qiladi. Endi o'xshash radhiyallohu anhu deymiz. Nimishqa Abi Juhayfa min sigar sahaba. Sahabalarning eng kichiklari edi. Uzat bunday dedi. Men Ali radhiyallohu anhu bunday dedim. Hal indakum kitabun? Sizlarning qishinglarda bir kitob bormi dedim dedi. Nimishqa deyapti indakum deb Umar Ali radhiyallohu anhu bir odam tutsa. Bir odamga hal indaka kitob deyish kerak. Nimishqa indakum dedi desam, ichadiki mimut ta'zim deyildi. Mimut ta'zim. Yani hürmet mimi. Tushunalma? Yani özlerining qashida demakchi. Yani özlerining qashida bir kitob bormi demaydimiz. O'zi sizning demay, ya sizning demay, özlerining qashida bir kitob bormi deb demaymiz. Qala Ali radhiyallohu anhu yo'q. İlla kitabullah. Yo'q, menda alayda bir kitob yo'q menda. Menda yani boshqalarda yo'q, alayda bir xat, alayda bir maktub kitob yo'q. İlla kitab, faqat Allohning kitobi bilan bor. Yoki fahmun utiyahu rajulun muslim. Her bir musulmon odam yani musulmon odam beriladigan fahm yani Alloh taolaning kitobini tushunish quvvati, fahm qobiliyati bor. Aw ma fi hadhihi sahifa. Yoki faqat mushu qog'ozdagi narsadan bor dedi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu davomli qilichining g'ilipining o'zidagi qilichining g'ilafiniki ichiga solib qo'ygan bir qog'ozi bor edi. Shu qog'ozni ko'rsatib turib, ya faqat mushu qog'ozdan bor. Undan boshqalarga berilmagan bir kitob xat berilgani yo'q. Deb shunday dedi. Chunki ashiala shu vaqtdagi bir firqalar Ali baytga alayda bir kitob berilgan, hech kim bermagan kitob degandek bir gapda qolgan chog'da bo'lgan gap bu. Qala dedim, Uzat Abu Juhayfa deydiki, men bunday dedim. Va ma fi hadhihi sahifa? Bu qog'ozdagi nima? Bu nima gap bor buningda desam, Ali radhiyallohu anhu dediki, qal al-aqlu ve fakakul esiri ve la yuqtalu muslimun bi kafir degan gap bor. Ya'ni al-aql buningda bu qog'ozda aql yani ahkamul aql diyat. Ya'ni odamni bir o'ltirayotganda uni o'ldiradigan diyatniki hukmlari bor. İkincisi fakakul esir. Yani esirlerini azat qilishning hukmlari. Esirlerini azat qilishning hukmlari ve targ'ibatuha. Yani esirlerini azat qilishga qiziqtirgan targ'ibatlar bor. Üçüncüsü Müslüman kafirinin bedeli yani Müslüman bir kafir demek ki bir kafirin harbi demekçi. Müslümanlardan nak vuruşturan kafirinin bedeliga öldürülmeydi degan muşu söz var davat ediyor. Demek İmam Buxori'niki bab bilan maidisdiki şahit mana mishada. Demek Ali radhiyallohu anhu şöyle yazı vargan ki. Çünkü Ali radhiyallohu anhu katib bir xat izale etti. Aynı vaqtda şu Hudaybiya sulhüydimi Ali radhiyallohu anhu yazgan edi xatni. Demek Ali radhiyallohu anhu qog'ozga yozib olgan shu nima diyat ahkomlari va asirlarni ozod qilish haqidagi ahkomlar va shuningdek targ'ibotlar va musulmon kafir yani musulmonlar janglashib turgan kafirniki badaliga o'ldirilmaydi degan mushu xatlar bor edi deydi. Demak mushu hadisni yozib olsa shu Ali radhiyallohu anhuning yozib olgani dalil hadisni yozib olsa bo'lganligi. Demakchi Imom Buxoriy shuni keltirib 112 hadis. Ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan. Imom Buxoriy bunday dedi. Bizga Abu Nuaym al-Fadl ibn Dukayn hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi. Bizga Shayban Yahya'ni rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Yahya Abi Salamadan rivoyat qildi. Abi Salama Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Anna Khuza'ata Abi Hurayra radhiyallohu anhu shunday rivoyat qildiki, Khuza'a qabilasi, Khuza'a degani Azd qabilasiniki bir mahallasi. Khuza'a degan Azd qabilasining bir tarmoq qabilasi, aymig'i. Khuza'a qabilasi qatalu rajulan min Bani Layth. Bani Layth qabilasidan bo'lgan bir odamni o'ldirib etdi. Khuza'a qabilasi
Bani Leys kabilesinden bo'lgan bir odamni, Leys jamoatidan bo'lgan bir odamni o'ldirib etdi. Qachon desa, Ame Fathi Mekke. Mekke fathi bo'lgan yilida. Nima sababdan desa, bi qatilin minhum qataluhu. Ya'ni shu Xuzoa qabilesidan bo'lgan bir maqtulning sababi bilan ki u Bani Leys qabilesi u maqtulni o'ldirib etgan edi. Ya'ni Banu Leys qabilesi o'ldirib etgan Xuzoa qabilesidan bo'lgan bir maqtulning sababi bilan Xuzoa qabilesi qisas qilib shu odamni o'ldirib etdi Makka fath bo'lgan kunida. Fa ukhbira bizalika an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Shuni bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush xabarni berildi. Shuni bilan Rasululloh o'zining ulug'iga minib faqatab degan nutq so'zladi. Nutq so'zlab mundaq dedi. Innalloha habasa an Makkata al-qatla aw al-fila. Şüphesizki Allah Teala Mekke'den odam o'ltirishni to'xtatdi yoki filni to'xtatdi. Endi mishada qanday diqqat qilgan yo'q. Qatla vel fil degani nima ish qilib qoldi? Desanglar Rasulullah'niki zamanısında xatlar, sahabalar zamanında xatlarning chikiti yo'q edi, nuqta. Xatlar nuqsiz yozilardi. Fil bilan qatl deganda faqatlam ishqozniki, qopniki kichik nuqtasi yo'q, ta'ning chikiti yo'q. Shunda da yoziladi. Fa'ning chikiti yo'q, ya'ning chikiti yo'q yoziladi. Buni sizlar bilolmaysizlar. Qatlmi, filmi, ash xatning o'zidan demak, bu yerda İmam Buxoriyning naqadar fiqh ekanligini tushunib olasizlar. Bizga mush hadis keltirib, hadisni yozib olsa bulamdi, Rasululloh zamonasida hadis yozib olganmi, yozib olsa bulamdi deganga dalil keltirib, da'vatidagi mishadagi qatl avil fil deb shak qilishi ravidan shu hadisni yozib olgan. Shu hadisni bu ravi yozib olgan. Yozib olgandan keyin u chaqda xatlarning chikiti yo'q. Qatlmi yo film bilan maydalar, o'xshash, shakli o'xshash qop bilan fa o'xshash yoziladi. Ta'ning chikiti yo'q, ya'ning chikiti yo'q. Buni shuni faqatlam siyoqqa boradigan gap, qatl desam ma'na o'zgarib ketmaydi. Chunki men desam beshi o'zgarib keladi. Fil desam meni ma'na o'zgarib ketmaydi. Hatto yana bir vaqt al-fatka deb rivoyat qilgan, fatka deb rivoyat qilgan bataqan. Chunki fil tasma qon tugash to'xtatgan bo'ladi. Filni to'xtatmagan bo'lsa, Abrahaning fili kelgan bo'lsa, yana Makkaliklarni o'ldirib atgan bo'ladi. O'ltirishni to'xtatib, filni to'xtatadigan ma'nosi o'xshash. Demak, bu yerdan chiqqan foyda nima desanglar, Imom Buxoriyning Rasulullohning hadisidimi, Rasulullohning zamonisidami hadislarni sahobalar tarafidan xotirlangan, yozib olingan deganni kelib chiqyapti. Intayin inchikligida. Xo'p. Qala Muhammad, Imom Muhammad deydi. Qala Muhammad degan Imom Buxoriy demak deydi. Muhammad Ismoil Buxoriy dediki, "Vaj'aluhu ala shakki." Ya'ni mushu qatillan filni shak qilinglar deydi, shak. Ya'ni nima degani? Ikki lafzdan bilinmishadi Rasululloh ya qatl degan, ya fil degan. Ikkinisi degan. Qatl desa ikkisi ya qatl degan, ya fil ikkisidan biri degan. Shunda bilan ya qatl degan, ya fil degan deb bilinglar. Shak qilinglar mayadiki, ma u ikki so'zni shakki binoan qilinglar deydi Imom Buxoriy. Mishadiki rivoyatlar o'xshamaydi. Rivoyatlar bir rivoyatda qala Muhammadun Zin ibn Usda qala Abu Abdullah deb kelgan. Yani shakka Abu Abdullah deb kelgan rivoyatda. Yani bir rivoyatda qala Muhammadun va ja'aluhu ala shakki deb. Va ja'aluhu deb kelmay va ja'aluhu. Va ja'aluhu desa yani bizdagi shayxlarim buni shak qilgan raviylar, bu raviylari bu yerdagi qatl fi deganda shak ustiga qilgan degan bo'ladi. Agar va ja'aluhu desa Imom Buxoriy shogirdlarga mana shak deb bilinglar demoqchi. Xo'sh, كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيلة. كذا قال أبو نعيم هم عند يعني شكلا يعني قتل يا فيل بهذيك يا قتل يا فيل ديجان بولده. يعني أبو نعيم ديجان كم إمام بخاري شيخ هم ده. إمام بخاري شيخ من كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل. Abu Nuaym şunu o'xshash deganlar. Va g'ayruhu yaqulu al-fil. Amda Abu Nuaymning g'ayri, Abu Nuaymning boshqasi nima deydi u? Yaqulu al-fil. Ya'ni shak qilmaslar, innalloha habasa an makatal fil deydi u. Qaysi bo'lsin, ma'no o'zgarmaydi, ma'no bir. Xo'sh, amda va sullita alayhim Rasulullohi vel mu'minun. Amda nima dediki? Innalloha habasa an makkata al
qatla yoki avul fila va sullita alayhim rasululloh val mu'minun, ya'ni Makka ahliga alayhim degan ekan, Makkadan nimasi Makkaniki asli ahli Makka. Innalloh habasa an Makkatan emas, asli ahli Makka. Ahli Makka ekanligining dalili va sullita alayhim deb, ay ala ahli Makka deymiz o'shada. Buni ijoz bil hazf qoidasi bo'yicha. Ya'ni u ahli Makkaga Allohning rasuli va mu'minlar musallat qilindi deydi. Yana bir rivoyatda va sallata alayhim rasulullohi val mu'minina deb kelgan, yana bir rivoyatda. Bu nimaga bitta munosib keladi? Innalloha habasa an Makkatal fil va sallata alayhim ay ala ahli Makkah rasululloh val mu'minun desa nihayat muvofiq. Alloh taolo Makka ahliga Rasulullohni va mu'minlarni musallat qildi, ay huquqdor qildi. Ala agah bo'linglar, diqqat. Va innaha lam tahilla li ahadin qabli. Diqqat. Bu Makka shubhasizki Makkatul Mukarrama mendan burun hech kimga halol bo'lmadi. Va la tahillu li ahadin ba'di. Mendan keyin hech kimga halol bo'lmaydi. Ala diqqat. Va innaha hallat li sa'atan min nahar. Shubhasizki Makka menga kunduzdan 1 soatgina halol bo'ldi. Ala diqqat. Va innaha sa'ati hadhihi harom. Shubhasizki mening mushu soatim haromdir. Menga faqatlam bir kunduzdan 1 soat halol bo'lgan. Kelib Makkani fatih qildim. Yine aslidagi haromning holatiga qaytib qoldi deydi. La yuqtala shawkuha. Yani Makka haramning sho'xlari chatalmaydi. Sho'xa, shavk degan daraxtlarning shoxlari, shox-shumbulari, sho'xlari degan daraxtning asli sho'xi degan shoxning asli. Avval sho'xi paydo olib, keyin shox aylanadi. Shu Makka haramniki shox-shumbulari, sho'xlari chatalmaydi va la yu'dadu shajaruha degan haramniki daraxtlari kesilmaydi. Sho'xlar chatashgan bunda, sho'x chatashgan bunda. Bunda chatash deymiz. Kesish degan to'g'risiga, bunda kesish. Haramning daraxtlari kesilmaydi, sho'xlari chatalmaydi. Va la tultaqatu saqitatuha illa limunshidin. Haramniki tushib qolgan narsalari tunut qushidan boshqa odamga halol emas. Ya'ni haramning tushib qolgan narsalari tepib olinmaydi. Illa limunshidin. Faqatla tunutadigan odam bo'lsa, ya'ni igisini izlab tunishtiradigan odam bo'lsa, tepvasi bo'ladi. Faman qutila fahuwa bi khayrin nazarayn. Endi deb qo'yamiz, kimki mush Makka haramda o'ldirilgan bo'lsa, u bi khayrin nazarayn, ikki qarashning eng yaxshiroq bilan. Ya'ni ikki qarashning qaysini tanlasa, shuni tanlasa bo'ladi. Imma ayyuqal, ya diyat to'lansa, ya diyat beriladi unga. Va imma, ya'ni diyat beriladi va imma ayyuqada ahlul qatil. Yoki bu maqtulning egalari qisas qilinadi degan, maqtulning egalariga qisas beriladi. Ya diyat to'lab beriladi maqtul uchun, yoki maqtulninki ya'ni o'ldirilguvchiniki egalariga qisas beriladi, o'ldirilgan qotildan. Faja'a rajulun min ahli Yaman, Yaman ahli bo'lgan bir odam keldi. O'zi Abu Shah deyilgan bir odam ekan. Bir adam Yaman ahli bo'lgan bir odam keldi. Faqala, o odam kelib dedi, "Uktub li ya Rasululloh." Menga yezib bergan bo'lsalar, menga yezib bergan bo'lsalar deb shuna dedi. Faqala, Payg'ambarimiz dedi, "Uktubu li abi fulan." Abi fulan yezib beringlar dedi, Abi Shah degan odamga yezib beringlar dedi. Faqala rajulun min Qurayshdan bir odam dedi, o'zi Abbas hamdi. "Illa al-izkhira." Faqatla chiq ya Rasululloh. Yani Abbas dediki, chiqni to'smagan bo'lsa, chiqni harom qilgan bo'lsa, izhir degan chiq deb biz chiq deymiz endi. Bu yerda izhir deydi. Mush izhirni ham harom qilmagan bo'lsa Rasululloh, fa inna naj'aluhu fi buyutina va quburina, biz izhirni uylarimizda va qabrlarimizda qilamiz dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Illa al-izhira, illa al-izhir. Faqat chiqlam harom emas, faqat chiqlam harom emas. Buni o'g'izlarini yapqidi, qabrlarini tufsini yapqidi, to'pishib ketmaslik uchun ishlatilgan ekan. Mushuni kassanlamaydi, uni bilak dalda yaqdan chatashga kesishga bo'lmaydi deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunda degan edi. 113-hadis. Ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq dedi, bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab berdi. Uzat mundaq dedi, bizga Sufyan hadis so'zlab berdi. Uzat mundaq dedi, bizga Amr hadis so'zlab berdi. Uzat mundaq dedi. Menga Vahb ibn Munabbih
xabar berdi. U o'zining qarindishidan. O'zining qarindishidan xabar berdi. Vahb ibn Munabbihning qarindishi Humam ibn Munabbih. Qarindishidan hadis so'zlab berdi. Qarindishi mundaq dedi: "Men Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq da'vat qilganligini angladim. Ma min ashabin nabiy sallallohu alayhi ve sellem ahadun akthara hadithan anhu minni." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan Payg'ambar alayhisolamdan hadis rivoyat qilish jihatda mendimmi ko'proq biri yo'q. İlla miyadagi illa istisna munqati'. Tushunammi? Istisna munqati', laysa muttasilan. Istisna munqati' bo'lganda buni lakinna deb aytishadi. Lakinna biroq ma kana min Abdullah ibn Amr. Ya'ni biroq Abdullah ibn Amrdan bo'lgan hadislar uçakda yani bırak Abdullah ibn Amr ibn As'nınki hadisleri mekâne minni degan gapdan bo'lsa, lam yakun minni degan gapdan biz mahsub qilingan bo'ladi bu yerda. Faqat Abdullah ibn Amr ibn As'nınki hadisleri u mendan emas edi. U mendan emas. Onun boshqa hadisning hammasi asosan mendan rivoyat qilingan. Men rivoyat qilaman ko'p hadisni. Faqat Abdullah ibn Amr ibn As'ning hadislerini men rivoyat qilmadim. Nima qilsanglar? فإنه كان يكتب ولا أكتب. Çünkü o yazattı, ben yazmaydım. Ben hadisini yazıvallattım, o yazıvallattı. Şunun için Abdullah ibn Amr ibn As'ın hadisleri hemiz yazılgan hadis. Qanday yazılgan hadis görsanglar, o menin hadisim emas. Andın. Meniki hadisim hemiz yatlılangan, ağzak hadisler. Dep Abu Hurayra radhiyallahu anhu davatı müşahidimi İmam Bukhari'ninki delili, yani Resulullah'ın zamanında yazıkçılık, hadis yazıveriş başlanıp ketken. Şu zamanda bulab boğan iş bu. Şunun bir hata iş emas deydi. Tabi'ahu yani Vahb ibn Munabbih'ga Ma'mar Hammamdan Abi Hurayra radhiyallahu anhudan. Belki Humam emas Hammam kelib beradi. Hammam ibn Munabbih deydi. 114 hadis bizga Yahya ibn Sulaymon hadis so'zlab berdi. Yahya ibn Sulaymon mundaq dedi: "Haddathani ibn Wahb, ma ibn Wahb hadis so'zlab berdi. Ibn Wahb mundaq dedi: "Akhbarani Yunus, ma Yunus ibn Shahab Zuhri'dan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. İbn Şahab Ubeydullah ibn Abdullah'dan rivayet kıldı. Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kıldı. Uzat mundaq dedi. Lemmeştedde bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme vece'uh. Yani aynı çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Peygamber Aleyhisselam'ın kisili qattiqlashgan vaqtida, qattiq ig'irlashgan vaqtida qala Peygamber sallallahu mundaq dedi. İ'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban. Aktubu lakum. Aktub lakum deb ikki xil o'qishaysiz. İ'tuni bi kitabin aktub lakum desam bo'ladi. Menga bir kitob olib beringlar, sizlarga yozib beraman desam bo'ladi. Yoki aktubu lakum desam bo'ladi. O'shada aktubu lakum degan vaqtida i'tuni bi kitabin aktubu lakum. Men o'xshash yani. Bana bir kitapni keltiringlar. Men sizlarga u kitapni yozib beraman. Aktub lakum. Men sizlarga bir xat yozib beraman. İ'tuni bi kitabin aktub lakum degan vaqtida i'tuni degan amr. Bu yerdagi aktub lakum yani jazm qilgan vaqtimizda nimada buni jazm o'qiymiz desanglar, in muqaddar deymiz. Bu yerdagi in muqaddar. Yani i'tuni bi kitabin in ataytu in ataytumuni aktub lakum degan bo'ldi. Mana bir kitobni olib kelinglar. Agar mana shu kitobni olib kelsanglar, sizlarga buni yozib beraman. Deb bu yerda in muqaddar. Shart tarif shart bu yerda taqdir qilingan bo'ldi. Ya'ni in ituni bi kitabin aktubu lakum deb bunda. Mana bir kitobni keltirib qo'yinglar, men sizlarga yozib beraman deganda aktub lakum li aktuba lakum deb bunda o'ylaymiz. Sizlar uchun bir xat yozib berishim uchun bir kitobni keltirib qo'yinglar deb tushunsak bo'ladi. La tadillu ba'dahu yani mana bir kitobni keltiringlar, men sizlarga yozib beray. Bir kitobni yozib beray. İktimel birinci bir kitobdan bir xat qog'oz keltiringlar. Qog'oz keltiringlar. Shu qog'ozga men sizlarga bir maktub yozib beray. La tadillu ba'dahu. Undan keyin ezib ketmaysizlar. Yana bir rivoyatda lan tadillu degan. Hargiz ezib ketmaysizlar deb. Lan tadillu deb kelgan yana bir rivoyatda. Yana bir nusxada, yana bir rivoyatga nusxada demakchi, yana bir nusxada. Qala Umar radhiyallohu anhu dedi, "İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge kisel g'olib bo'ldi, ya'ni kisel qattiq ig'ir bo'ldi Peygamber sallamga.
Ve indena kitabullahi hasbuna. Halbuki bizning qishimizda Allohning kitobi bordir. Hasbuna bizga yetarlikdir. Allohning kitobi bizga yetarlikdir deb shunda dedi. Faxtalafu o ixtiloflashdi. Bir qismi deydi Rasululloh hadis bersin deydi, bir qismi deydi hadis bermasin bo'ldi deydi. Ve kathural lagat. Yani g'alli faraq ko'payib ketdi, varang cho'rong ko'payib ketdi. Qala Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, qumu anni. Mening qishimni quvib ketinglar. Va la yanbaghi indi at-tanazu'. Mening qishimda talash tortish qilish loyiq bo'lmaydi. Deb shunda dedi. Fa kharaja ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu chiqib ketib, yaqulu mundaq degan holda chiqib ketdi dedi. Innar raziyata. Yani İbn Abbas radhiyallohu anhu zahirdan, yani İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan chiqib ketdi. Rasululloh endi munda degan chiqib ketdi degan gap chiqib turdi zahirdan. Amaliyotda shunday emas. Amaliyotga ma'ni bo'lsa İbn Abbas radhiyallohu anhu buni Rasulullohdan shunda anglagan chog'ida deb ketmadi ekan, balki Rasulullohdan keyin qattiq fitnalar yuz berdi radhiyallohu anhu zamonida intayin ko'p fitnalar yuz berib, ashunda jiq fitnalar yuz bergan vaqtida İbn Abbas radhiyallohu anhu mushedisini deb bo'lib, jedisini so'zlab turgan o'rnidan nahayat afsuslanib, "Ey Rasululloh bachada bir xat yozib olgan bo'lsak chiqarishga, mush fitnalar yuz bermasdi" deb nahayat afsuslanib, hadis so'zlagan chiqib ketdi degan bo'ldi. İnnar raziyete munda degeç dedi. Yani innar raziyete kullar raziye. Şüphesiz ki musibetin hemmesi. Yani bunun da çok musibet olmaz. En çok musibet bu şu. Ma hala beyne Resulillah ve beyne kitabı. Yani Resulullah ile Resulullah'ın kitabının arasında tusu ağam muşu galli paran en çok musibet olaptı ki. Aşağıda bir galli paran kama ya Resulullah'ın xat yazılı koygan bolsa muşunda azıcık deyim oyunda fitne çıkıp tutgan çağda şu xatni koygan bolsak şu qanday qo'ygan bo'lsak, bu fitna fasodning oldini ola olamiz deb İbn Abbas radhiyallohu anhu qattiq echingan ekan shu vaqtida. Shu hadisni so'zlaydi. Endi mana shu hadisniki İmam Buxoriyning maqsadi bo'lsa, mishadim Rasululloh men yezib beray deyapti. Hatta beshtikida sahobalarning yezib olganligini sunnati taqririya yo'li bilan bizga bayon qilib ko'rsatib, endi mana Rasulullohning o'ziniki men xat yezib beray degani, Rasululloh hadisini yezib olsa, ilmni yezib olsa, bo'ladiganligini hech qanday buniki bir xatar yo'qligini, balki intayin yaxshi ekanligini, ya'ni Rasulullah'niki kimki menga men demagan gapni meni dedi deb desa, o joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan osh xatarlik hadisning oldini olish uchun yezib olib, yozgandan qarab o'zi intayin to'g'ri bo'ladiganligini mishada İmam Buxoriy bizga yuritib beryapti. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.